Xo'sh, Ajdar dasturi esa davom etadi. Biz an'anaga sodiq qolgan holatda mehmonlarimizdan sekinlik bilan studiyamizga taklif qilsak va ilk mehmon ijodkorimiz bugungi dasturga mana shunday sovuqqa qaramasdan, qor yog'ishiga qaramasdan vodiydan dovon bosib kelganlar. Albatta ularni ortiqcha kuttirmaymiz. Shunday ekan, iste'dodli ijodkor, xonanda Nizomxon Ne'matov studiyamiz mehmoni. Marhamat. Nizomxon aka yursin deb toylarni mindirib qo'ygan, kam qilmay do'stlardan kiydirib qo'ygan, har nega ko'nglimni to'ydirib qo'ygan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yursin deb toylarni mindirib qo'ygan, kam qilmay do'stlardan kiydirib qo'ygan, har nega ko'nglimni to'ydirib qo'ygan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yoshligidan ko'tarib yugurib yelgan, o'g'lim deb erkalab kuldirib kulgan, o'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yoshligidan ko'tarib yugurib yurgan, o'g'lim deb erkalab kuldirib kulgan, o'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling, qarsagini menga emas dadamga chaling, o'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Do'stlarim ayyoru bo'lganda hushyor, oyoqdan chalganlar bo'lganda bisyor, yiqilsam qo'limdan tutishga tayyor, qarsagini menga emas dadamga chaling. Do'stlarim ayyoru bo'lganda hushyor, oyoqdan chalganlar bo'lganda bisyor, yiqilsam qo'limdan tutishga tayyor, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yolvorib Xudodan baxtim tilagan, bosh egib qiblaga taxtim tilagan, yutug'im ko'rsagar biram yayragan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yolvorib Xudodan baxtim tilagan, bosh egib qiblaga taxtim tilagan, yutug'im ko'rsagar biram yayragan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling, qarsagini menga emas dadamga chaling, o'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling, qarsagini menga emas dadamga chaling, o'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling. Ofarin. Xush kelibsiz, keling, marhamat. Marhamat, o'tirib olishingiz Ajdar mumkin. dasturimiz mehmoni, savoz xonanda Nizomxon Ne'matov bo'ladilar. Xush kelibsiz. Ajoyib tarona uchun rahmat. Haqiqatan da otalarimiz qahramonimiz bo'ladi va albatta nimaki
bir bizga ilingan yaxshilik bo'lsa, yaxshi bir tilaklar bo'lsa, avvalo otalarimizga yo'llanish kerak, to'g'rimi? Qarsakni avvalo otamizga chalinish kerak. Ajoyib. Xush kelibsiz, marhamat tomoshabinlar bilan. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan aziz muxlislar. Dadajonlarimiz, onajonlarimiz baxtimizga sog'-omon bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Hozir mana shu qo'shiqni ijro qilganimda dadamga chaling. Butun mana shu yurtimizdagi dadajonlarimizga, bobojonlarimizga chaling. Ilohim hamma farzand dadajonlari, onajonlariga qarsak olqish olib yursin. Ota-onalarimiz xursand bo'lsin. Har bir farzandga nasib qilsin avvalo. Endi bu qo'shig'i yaralish tarixiga to'xtalsak, ajoyib mavzu noodatiy, haqiqatdan-da qaysidir ma'noda farzandni xohishi, istagi, albatta yaralish tarixi haqida, she'r muallifi haqida aytib o'tsangiz. She'r muallifi o'zimizni Farg'onada Quvadan Ozodbek Qosimov juda ko'p hit qo'shiqlarni o'zi yozgan. Bu she'r o'zi birinchi yozganlarida onamga deb yozganlar ekan. Keyin dadamga o'tkazilgan. Sababi baribir dadajonlarimiz uchun haligi yolvorib Xudodan baxtim tilagan, bosh egib qiblaga taxtim tilagan, yutug'im ko'rsa galbiram yangragan, qarsakni menga emas dadamga chaling deb qo'ya qolay aka, mashinada zo'r tushyapti dedi, she'rni berdi. Qo'shiqni yaratdik, musiqasini. Eng undan ham zo'ri bu she'rni bizda Bektemir Meliqo'ziy bor, aktyor, klip olganmiz birgalikda. Shu qo'shiqqa unga shunaqa ko'rsatdim, shunaqa she'r bor. Klip qilsak bo'ladimi desam, aka ketyapman jangga, kelishimga qilamiz 6 oydan keyin jangimni. Keyin xuddi jangchilarni, sportchilarni kayfiyatini ko'taradigan, dadasiga rahmat, qarsak olib berdim, dadamga degan narsani, dada sizga shosin qarsiydi xalq, yurt, hamma degan maqsadda mana shunaqangi sal yurgizibroq tanga usulida qilganmiz. O'shaning uchun grupniroq chiqqan, odamga jinday azart beradigan, sportchilarga xosroq qilib yaratganmiz. Ularga yoqqanmi qo'shiq nima degan? Ha, u darrov bitta she'rni o'qib berganimda, keyin kuylab berganimda aka bo'ldi. Davay, tushaman aka. Nimasi yo'q buni. Ortiqcha. Juda gap so'z yo'q she'rga degan, shu yaralgan qo'shiqni keyin bastalaganmiz. Zokir Po'latov bastalagan, yaralgan qo'shiq 2022-yil shu may oylarida, aprel-may oylarida yaralgan. Ajoyib. Ma'lumotlarga ko'ra, avvalo siz o'zi sport yo'nalishida ta'lim olgan ekansiz, shug'ullangan ekansiz, ma'lum bir vaqt yoshlikda, to'g'rimi? Bokschi bo'lmoqchi bo'lganmisiz? Yo'q, futbol bilan shug'ullangansiz. Keyin san'atga qiziqish bo'lgan. Bu qanday bo'lgan? Bunaqa bo'lmagan. Bizni amakimiz Xolmajon Ahmedov hofiz bo'lganlar, yonlarida yurganmiz, qo'shiq aytib yurganman. Maktabni bitiradigan paytimizda hamma musiqaga kirasan deyishgan. Musiqa yo'nalishiga, musiqa. O'zim xuddi haligi futbol o'ynab yurganim uchun, sportga qiziqqanim uchun hammani dog'da qoldirib sportga kirib ketganman. Keyin baribir san'atga yana o'sha to'xtatmaganmiz, o'qirganmiz ham, to'xtatmay. Davom ettirgan. Baravariga davom ettirgan. Baribir yengib chiqdi san'at. Mana sizlarga deb siz futbolga ketgandan keyin hayot sizga mana sanga degandek san'atga kirgizilgan. Ha, endi o'shancha aytaman, yana bir imkoniyat berilganda futbolist bo'lardim deyman endi. Afsuslanasiz. Bu hozir mana bu to'xtalamiz hozir, to'g'rimi? Sabab bor? Sabab bor va bu sabab hozir bizda lavha bor, birgalikda tomosha qilamizda, keyin tezda qaytamiz. Sahifa bo'lgan. Xo'sh, azizlar, dastur davom etadi. Hozir oxirgi Nizomxon ko'rdingizmi videoni? To'yda qor yog'gan, mehmonlar kelmagan. Ajoyib holat. Endi siz ham ko'p to'ylarda xalq xizmatida yurasiz-da. Mana shunaqa to'ylarga ham borganmisiz? Ha, bo'lgan. Yosh edimda ustozimda ikkinchi hofiz bo'lib qo'shiq aytar edim. Yomg'ir quyib yuborgan. Tepaga haligacha narsa yozilgan. Hovlida bo'lib turib. To'y bo'y ochibdi. Shu bizni amakimda turgan, metda, orqalarda turganman. O'sha yerga o'sha prezent deyardi. Shunday ochilib, suv oldimizga tushgan. Sizga tegmaganmi? Tekkan, ustimizga tushmagan, endi sal-sal chachiragan, shunday keyin o'sha esimda qolgan. Keyin xususiylar o'char ekan. Keyin apparatlar o'chirib, nariyoqqa olib, ichkariga keyin olib ungacha olib kirmaganmiz ekanda, endi to'yda qizig'i bo'lganda.
olib kirsak bo'lar ekan. O'shanga hali qiz bizda hali vodiyda qiz urgani uchun to'y to'xtatib bo'lmaydi-da to'yni. To'xtatib qo'ysangiz, "Ey" deydi. To'y tugab qolmaganmi? Gap eshitasiz. Yo'q, tugamagan. Faqat hali chekka panaroqqa o'tib olib, yana davom etgan iloji yo'q. Vodiyda shunaqa-ku. Ana. Vodiyni to'ylari ham bir o'zgacha bir zavqi bor, shavqi bor, to'g'rimi? Endi boyaga mavzuga to'xtalsak, sport sohasiga. Xo'p, hozirgi kunda mana futbolchi bo'lmaganingizga qanchalik afsuslanasiz? Hozirgi kunda mana futbol juda ham rivojlanyapti. Bizni ko'p legioner o'yinchilarimiz o'sha dunyoning eng oldi klublarida to'p surishyapti. Morgana mana jahon chempionatiga chiqdik. Qolaversa, yoshlarimiz ham qator bir yutuqlarga erishyapti. To'g'rimi? Zo'r. Hozir futbolni ko'rib oldin hamma aytar edi, Yevropani ko'raman. Bizning oilada O'zbekistonniki birinchi o'rinda turadi-da. Endi hozir dadam ham ruxsat berishyapti. Nimaga? Yevropada ham o'ynayapti biznikilar. Endi ko'rsalar ham bo'ladi deyapti. Bizda Qo'qonga muxlislik qilinadi birinchi, keyin Farg'ona Neftchiga, keyin Vodiy jamoalariga, keyin mana shu Paxtakor qachon Osiyo ligalariga chiqsa O'zbekiston, agar Real bilan Barsa o'ynasa ham ko'rilmaydi biz yerda. Hozirgacha ham shunaqa. Bitta vaqtga to'g'ri kelib qolsa. Biz O'zbekistonda o'yinni ko'ramiz, faqat O'zbekiston Super Ligasini ko'ramiz. Endi u milliy terma jamoani gapirmasak ham bo'ladi. Albatta. Qizlari o'ynasa ham ko'riladi. Ana bo'lmasa. Yaqinda mana jahon o'yinlari bo'ladi endi chempionat. Ha, jahon chempionati. Xudo xolasa niyat qilib turibman, dadam jo'natmoqchiman. Ha, jahon chempionati tomosha qilishga. Ijoddan qo'shiq yozmaysizmi? Futbolga bag'ishlab. Futbolga bag'ishlab yana niyat bor. Endi baribir san'at yengib chiqqan. Afsuslanmayman, lekin mana Xudoga shukr, bundan ham yomon natijalarga erishganimiz yo'q. Xudo xolasa niyat bor. Ko'p shu Qo'qon 1912 ga atab qo'shiq aytgim keladi. Chunki hamma o'yiniga bor. Biz bormay qolsak, xizmatda to'yda bo'lib qolsak ham dadam borishadi. Ha, demak oiladan bir kimdir boradi. Обязательно boradi. Muxlislik qilinadi. Ha, albatta. Qoyil, lekin rost ekanmiga u yerdan Qo'qon 1912 dan yaxshi futbolchilar chiqqan, albatta. O'zbek futbollarida ham, albatta, top klublarida ham top suradigan bir qancha futbolchilarimiz bor. Ularni ham alohida e'tirof etishimiz kerak. Xo'sh, hozir bizda bir qisqa reklama bor. Reklama tomosha qilamiz. Azizlar, undan keyin esa suhbatni eng asosiy qismiga o'tamiz. Marhamat. Hurmatli tomoshabinlar, siz Toshkent telekanalida Salom Toshkent dasturini tomosha qilyapsiz va albatta biz suhbatdoshimiz bilan suhbatni davom ettiramiz va eng asosiy suhbat qismiga o'tamiz, ijod qismiga. Ma'lumotlarga ko'ra, siz o'sha vodiyning mashhur xonandalaridan biri, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga xos harakatlari bilan mashhurlikka erishgan Mister Qaha bilan yaqin hamkorlik qilar ekansiz. Ular bilan albatta ijodiy hamkorlik qilib, suhbatlar qilib, albatta hamfikr bo'lar ekansiz. Adashmasam, bilan qaysidir klipingizda ham rol ijro etganlar, to'g'rimi? Ikkita qo'shig'imda rol ijro etishgan. Vali shogirddek ko'rib sensirab gapirishadi. Shogird senikka tushaman bo'ldi gap yo'q deyishgan. Xursand bo'lganman, juda dehqon bo'ladigan qo'shiq aytgan edim. Uylariga borganman. Endi uylarida yo'q ekan. Sartaroshxonada ekan. Sartaroshxonaga keldiringlar, chiqdim. Bizda haligi san'atkorlar bir xillalik bu kibr bo'lib qolgan, bu deydi, yo'q, unaqa emas. Bordik, o'z ishim tushgan. Ustozni oldilariga o'z to'ylarda 3 marta ko'rishganmiz xolos. Bizga bir ro'ga kelishgan mahallada. Ovqatlar hamma yo'qda olib berib, o'sha Yangiqo'rg'onda mahallasida olib berib, aka, men pulini men to'layman desam ham, yo'q, pullarni mehmonsiz ekan. Nima qilsam, shunaqa qo'shiq. Hech kimni qo'shig'iga tushmayman klipga deb qo'ygan edim. O'ylab turib, atelepga kelibsiz bo'ldi deyishgan. O'shandan keyin san'atga bo'lgan qiziqishim yana ham uyg'onganda, haligi ba'zi bir san'atkorlarga aytib ko'rganman, to'g'risi. Hali chiqmagan san'atkor deb xohlamagan. Lekin Qahramon akam yozib rahmat aytib qo'ymoqchiman. Mister Qaha janoblariga, ustoz, rahmat sizga o'shanga yo'q demangiz uchun. Yashang. Endi ularni mashhurlikka erishgan jihatlari menimcha o'sha qo'shiq aytayotgandagi harakatlari bo'lsa kerak, to'g'rimi? Mana shu harakatlarni ham olganmisiz, o'rganganmisiz, yo bir sinab ko'rganmisiz, o'xsharmikan menda deb uyda hech kim yo'q joyda bo'lsa-da. So'raganman. Qahramon aka, shunaqa qilsam yo'q. Shogird bizni etagimizdan ushlasang, o'sha bizni qilganimizni qilma deyishgan. O'zing bo'lib chiqqan. Chunki Qahramon aka shogirdlari ko'p-da. Qahramon aka bo'larmidi deyishgan. O'shaning uchun zo'r maslahat berishgan. Tohir aka mahkam ham
yaqinda birga to'yda ko'rishganimizda ham aytishdi. Olimjon Ne'matjonov, bular ham hammalari shu Qo'qon san'atkorlar. Faqat o'zingiz bo'lsangiz erishasiz bir nimaga. U kimdir bo'lsangiz erishmaysiz. O'shaning uchun birovga taqlid qila olmayman unchalik. Lekin qo'shiqlar bizda oddiy qo'shiqlar so'raladi, aytamiz hamma qo'shiqlarni. Endi baribir ham bilasizmi, Zobxon taqlid evaziga baribir o'zingizni topasiz-da. Avvaliga boshlanishiga kimgadir taqlid qilasiz. Sekin asta yaratasiz. Sekin o'zingiz yaratasiz. Baribir o'zingiz yaxshi ko'rgan, dildan bir sevgan ijodkoringiz bo'lgan, to'g'rimi? Albatta. Kimgadir o'xshashni xohlagansiz. O'sha inson kim mana? Otabek Muhammadzohidga o'xshashni xohlaganman. Otabek Muhammadzohid. O'sha rasa maktabni bitiradigan paytimiz qo'shiqlari moda bo'lgan. O'shanda haqiqiy muxlis bo'lganman. O'xshatib aytganman qo'shiqlarimni. O'xshar edi ovozim ham, notalarini olar edim, urar edim joyiga qo'yib. O'shanda bir 5 yil, 6 yil qo'shiqlar faqat Otabek Muhammadzohid qo'shig'idan aytib kelaverardi. Baribir hamma narsa boshida shu muxlislikdan boshlanar ekan. Shunaqa. Endi baribir hozirgi kunda mana o'z yo'lingizni topyapsiz. Bir qancha mualliflik qo'shiqlaringizga egasiz, kliplar hattoki suratga olgansiz. Va adashmasam ona haqida ham bir chiroyli qo'shiq kuylagansiz. Musofir bola nomidan, to'g'rimi? Bu qo'shiqqa yaralish tarixi qanaqa bo'lgan? Biron bir insonga atab aytilganmi yoki bo'lmasam o'zingiz mana shunaqa mavzuda qo'shiq aytish xohladingizmi? Buyurtma asosida. Bu qo'shiqni ustozim borlar, bizda suxandon bo'lib yurishadi, To'lqin akam. To'yda aytishardi she'r qilib. Ayollar yig'lab borishaverardi. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, hayotlik chog'ida yetgan qadriga deb. Haligi ta'sirli chiqqanda she'r. Keyin bir kuni so'radim, ustoz, shu she'r siznikimi? Yo'q, bir kitobdan olganman deydi. Keyin o'sha odamni topdik, ismlari Rahimjon edi, taxalluslari bor edi. O'sha taxalluslar esimga kelmayapti. U inson shu yaqinda olamdan o'tgan. Ayollarning oldiga borib, keyin u she'rni topganimizdan keyin ayollar oldiga borib ruxsat olib, pianojirovka qildik. To'yda aytib ko'rdik. Bizda vodiyda to'yda aytib ko'riladi-da. Sinab ko'riladi, qanaqa ketar ekan. Keyin borib ustoz bilan roziliklarni olib, ayollaridan keyin o'shani sekin bastaladik musiqani. Yaxshi qo'shiq chiqqan. Ko'p musofirlar o'sha joyiga o'g'loni Iroqda, u Rossiyada, Qozog'istonda degan joyi bor. Shu joyiga hali ota-onani oldida yursam bo'lar ekan. Shu yurtimdan boshqasi kam topsam ham shu yerda yurganim yaxshi degan juda ko'p ekan bunaqa odamlar. Bunaqa odamlar shuncha pul topganim bilan kechga qoldim onam hayotdan o'tganda deganlari bo'ldi. O'shaning uchun noto'g'ri ish qilmabman shekilli shu qo'shiqda aytib. Kimgadir ta'sir ko'rsata olgansiz va to'g'ri yo'lga boshlay olgansiz. Instagram kanalimda почти 4 million ko'rildi. 4 million. Mana shu qo'shiq. O'zi emas, 4 million amalida. Bugungi kunda mana ijtimoiy tarmoq va juda ham bir ommalashgan bir vaqt, qolaversa bir qancha trend qo'shiqlar yoki bo'lmasa cover janridagi qo'shiqlar paydo bo'lmoqda. Sun'iy intellekt bu borada juda ham rivojlanib boryapti-da. Siz ham mana shunday trendlar ortidan yoki bo'lmasam ommaviy mana shu qanaqadir video lavhalar chiqarishyapti, ortidan ergashasizmi yoki bo'lmasam shaxsan bir o'zingiz alohida yondashadigan narsangiz bormi? Juda unaqa haligi narsalar chiqaravermayman. Haligi nima deydi, internetga qo'yiladigan, lekin har xilda haligi falsafiy so'zlar bo'lsa, to'yda yo bir joyga borganimizda aytib qo'yaman. Demak, so'zlarga jiddiy qaraysiz. Shunaqa. Juda yaxshi. Albatta, sizga vaqt ajratib kelganingiz uchun tashakkur yo'llaymiz. Albatta, ob-havoni inobatga olgan holatda yana bir bora rahmat. Chunki juda ham ko'chada qor qalin yog'moqda va albatta manzilingizga eson-omon yetib borishingizni tilab qolamiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Avvalo ijodiy muvaffaqiyat tilab qolamiz. Endi esa hozir ketishdan oldin bir tilakni yo'llaysiz va bir qo'shiq kuylab berasiz. Bo'ldi. Marhamat, tilak ayting birinchi bo'lib, marhamat. Avvalosi sizlarga rahmat. Mana shu chiroyli ob-havoda mana ichkariga kirib buni tomosha qiladigan ob-havo bo'lib turasa. Endi aytmoqchi bo'lgan so'zim, hozir yo'lda ko'rib bitta so'z keldida. Shuncha Toshkentga keladiganlar bor. Shuncha Toshkentga kelmaydiganlar bor bizda. O'sha vodiydan bilmadim, ko'nglim pokmikan, oppoqmikan, men kelganimda qor yog'di deb xursand bo'ldim-da o'zimga. Bu ham xayrlik, yaxshilik alomati. Keyin nima muzikantlar ham aytib qoldiki, "Ey,
Nizomxoni ishqi Qo'qonda yoqsin-da. Qarab turinglar, Qo'qonga borganimizda ham qor Qo'qonda bo'ladi. yog'adi. Bizda yoqqani yo'q, anchadan beri qor. Bir pashti 10 yildan beri katta qor yoqqani yo'q. Bir mana shuncha qor yoqqani yo'q. Sal oqarib qolar. Endi yoqadi. Xudo xolasa niyat qildik qor yog'ishini ko'rib. Borganimizda Qo'qonda ham qor bo'lsa. Qor bilan kutib oladi sizni Qo'qon. Ha, xudo Qor xolasa. bilan boringda, ozgina savolim. Juda yaxshi. Marhamat. Rahmat kattakon tashrifingiz uchun. Demak, sizni Rahmat. sahnamizga taklif etamiz. Qadrdonlarimiz, televizor tovushini balandroq qilinglar. Seni ilk bor ko'rganda, yuragimdan urganda, boshqa qizga yo'l bo'lsin. Feruzaxonim turganda, qarmoq tashlab ko'zlari dilga olov soladi. Kulib tursa yuzlari xayolimni oladi. Feruzabonu, Feruzabonu, noz etmay qo'llarimga bergin qo'l. Feruzabonu, Feruzabonu, ozgina yuragimga ochginda yo'l. Feruzabonu, Feruzabonu, nozli gulimsan shunchalar suluv. Feruzabonu, Feruzabonu, olislab yurakka solmagin olov. Chayboq qo'rab ardoqlagan onasi, sevolmayman o'zgasin, u qalbim yagonasi. Shaydo bo'lar nechasi, oshiq bo'lar nechasi, berolmayman birovga, u qalbimning egasi. Feruzabonu, Feruzabonu, noz etmay qo'llarimga bergin qo'l. Feruzabonu, Feruzabonu, ozgina yuragimga ochginda yo'l. Feruzabonu, Feruzabonu, nozli gulimsan shunchalar suluv. Feruzabonu, Feruzabonu, olislab yurakka solmagin olov. Feruzabonu, noz etmay qo'llarimga bergin qo'l. Feruzabonu, Feruzabonu, ozgina yuragimga ochginda yo'l. Feruzabonu, Feruzabonu, nozli gulimsan shunchalar suluv. Feruzabonu, Feruzabonu, olislab yurakka solmagin olov. Rahmat kattakon tashrifingiz uchun. Qadrdonlarimiz, biz esa haftaga navbat beramiz, undan keyin tezda qaytamiz. Bizdan uzoqlashing.